Qisqasi, 14 yoshimda ko'chada ketayotganimda miyamga tasodifdan baxt o'zi nima degan savol kelib qoldi va o'sha kundan beri meni bu savol qiynaydi. Men sizlarga hozir o'zimni aqlli ko'rsatib Sokrat yoki Aristotelni baribir esingizdan chiqib ketayotgan gaplari bilan baxtni ma'nosini tushuntirish niyatim yo'q. Balkim shunchaki sizga baxt o'zi aslida yo'qligini aytmoqchiman. Xullas, men bunaqangi falsafiy mavzuga burun tiqishimdan oldin aytaman. Men hech qanaqa aqlli yoki saviyali biron ishni qotirib qo'ygan odam emasman. Men shunchaki 18 yoshlik hayotda o'z o'rnini topa olmayotgan shaxsman. Shuning uchun sizga iltimos, ismi ham juda qiyin bo'lgan odamlarni fikridan misol qilib pastga 40-100 qatorlik komment yozib o'tirmang. Ularning gapini o'zim ham o'qiganman, lekin ularning gaplari menga qandaydir to'liq emasdek ko'ringan. Men xohlagan javobni berishmagan, shuning uchun ham javobni o'zim izlayapman. Men hali beri o'zimni ko'nglimni to'ldirayotgan javobni topa olganim yo'q. Rostini aytsam, Artur Schopenhauer degan qanaqa qiyin ism. Xullas, shunaqa bir nemis filosofining gapi salgina menga yoqib qolgan edi. U inson hayoti azob va zerikish orasida tebranadi degan gapni gapirgan. Meni maynan bunaqangi gaplarni fikrlashga umuman qiynalganligi sababli men ChatGPTdan buni ma'nosini qandaygina qisqagina qilib chiqarib berishini so'radim va menga bu baxt ijobiy holat emas, baxt faqat azobning vaqtincha yo'qligi degan gapni gapirib berdi. Bu gap qandaydir to'g'ri. Shu bilan bir qatorda baxtni juda xomush narsaga aylantirib yuborgan jumla deb bildim. Men bu odamni baxt yo'q degan fikriga qo'shilaman. Sababi baxt bu illyuziya. Biz baxtli bo'lish illyuziyasi hissi bilan yashaymiz va o'samiz. Keling, men o'zimni saviyali ko'rsatish uchun yana ChatGPTdan o'qigan random bir filosofning gapini aytaman. Haqiqiy baxt bu ruhning o'z mukammalligiga yetishishidir. Foma Akvinskiy degan shaxsning bu gapi men sizga yetkazmoqchi bo'lgan fikrimga eng yaqini menimcha. Xullas, shu filosofilarning barchasi baxtni o'zini nigohi bilan tasvirlagan. Men hozir sizlarga hamma filosoflarning gaplarini qo'yib chiqish niyatim yo'q. Sababi baxt nima yoki nima ekanligi to'g'risida meni fikrim bo'yicha har bir insonni o'zini fikri bo'lishi kerak. Men esa sizlarga bu bir tushunarsiz, lekin shu bilan bir qatorda hamma erishishni xohlayotgan narsa, obyekt, hissiyot, buni nima deyish mumkin o'zi? Da poxu. Xullas, yuqorida qism qilib o'zimni baxt haqidagi fikrimni aytib o'tdim. Endi ularni hammasini birlashtirishimiz kerak. Qisqa qilib aytsak, baxtni borligi butunlay inkor qilib bo'lmaydi. Bu aniq, lekin uni borligi ham aniq emas va shuning uchun ham uni men illyuziya deyman. O'zi aslida u yo'q. U shunchaki ayrimlarga umid, ayrimlarga yashash uchun motivatsiya yoki hayotdagi maqsadi bo'lishi mumkin. Lekin bir narsa aniq, biz anime yoki filmdagi uzoq va baxtli hayot kechirdi degan yakuniy gapdan kelib chiqib baxt obrazini yoshligimizdan shakllantirganmiz va ozgina katta bo'lib hayotda yakun faqat o'lim ekanligini tushunib yetganimizdan keyin o'zimizga baxt tushunchasini boshqatdan yaratishimiz kerak bo'lgan va javob izlab kattalar muloqotini eshitganmiz. Kattalar esa biz o'zimiz hali oxirgacha tushunib yetmagan tushunchani yanada noaniq qilib yuborishgan. Misol, otangiz Anvar lotereyada pul yutib olibdi. Yomon baxtli bola chiqdi-da shu. Yoki bo'lmasa onangiz sevinch abrorga tegibdi. Baxtli oila bo'lishadi-da shular. Yoki urush azobini ko'rgan boboyingiz esa tinchlikni baxtga tenglashtiradi va natijada biz o'zimiz bilmagan holda yanada chalkashib ketamiz. Bilasizmi nima? Kimdir baxt hamma uchun har xil, kimdir uchun pulda, kimgadir tinchlikda, kimdirda sevgida deyishi mumkin. Lekin bu gapga qo'shilmayman. Sababi oldin men ham shunday o'ylar edim. Oldin hamma uchun baxt har xil narsada deb o'ylar edim va o'shanda men uchun 100% baxt pulda edi. Bunga sabablar bor edi. Va bilasizmi nima bo'ldi? Xudo menga ayrim bolalar istoriyalarga maqtanish uchun qo'yadigan pulni bergandi va shu bilan bir qatorda ichki bo'shliqni ham menga taqdim etdi. Endi menda pul bor, lekin men o'zimni baxtli his qilmas edim. To'g'ri, o'sha pulni qo'lda ushlaganimda quvonch hissi bo'lar edi, lekin bu baxt emas. Sababi men o'ylashim, kuyishim kerak bo'lgan narsalar bor edi. O'shanda men uylanib qoldim. Inson hech qachon tinchlanmaydi, halovat topmaydi. Unda doim muammolar, qilish kerak bo'lgan vazifalar yoki o'zini tenglashtirish kerak bo'lgan shaxslar bo'lgan va bo'ladi ham. Unda sizga savol, bolalik davringizdan tashqari qaysi vaqtda o'zingizni baxtliroq his qilgansiz? Javob oddiy. Biron narsani tugatganingizda yoki shunchaki o'zingiz xohlagan ishingizni qilganingizda yoki bironta bir qiziqarli atmosfera bo'lganda, xohlagan narsangizga erishganingizda va boshqa shunaqa yoqimli momentlarda o'zingizni ozgina baxtli his qilgansiz. Va bu baxt hissi. Lekin bu baxt hissi bizga yoshligimizdan o'qitilgan baxt emas. Unda haqiqiy baxt nimada? Men
Meni fikrimcha baxtni asosiy vazifasi biz boshqacha tushunamiz. Bizningcha baxt bu mo'jizaviy narsa. Aslida esa u dvigatel yoki umid manbai. Ya'ni biz shunchaki baxtli bo'lishga harakat qilib o'zimizga maqsad qo'yamiz. Sevib qolamiz yoki pul ishlaymiz. Muvaffaqiyatli bo'lishga harakat qilamiz va bularning barchasi shunchaki o'zimizni baxtli his qilishimiz uchun kerak. Va bilasizmi, men ushbu videoni qilayotganimda o'ylanib qoldim. Menimcha haqiqiy baxt hissi senda hech qanday uying bo'lmaganda, halovatsizlik qiynamaganda va sen o'zing bilan o'zing kurashishni to'xtatganingda keladi yoki erishasan. Biroq bunaqa holatga asosan odam o'lganidan keyin tushishi mumkin. Va kamdan kam hollarda odam tirikligida bunaqa komboni g'ovladi. Sevgidan hamma qo'rqadi ahmoq. 20 ga to'lsang buni tushunasan. Bilasanmi, baxtdan qo'rqadigan o'ta kuchli mavjudot juda ham kam uchraydi. Ahmoqlik. Sen ahmoqsan. Shuning uchun ham baxtli bo'lishdan qo'rqmaysan. Qanchalik aqlli bo'lsang, shuncha ko'p bilasan. Baxt bu shunchaki tuzoq. U abadiy qolishi mumkin emas. Aytaylik, muhabbatingni uchratding. U baribir tugaydi. Boshqa iloji yo'q. Kutilmagan kasallik yoki tog'da muvozanatni yo'qotish yoki ikki insonning xarakterlari shunchalik bir-birini kemirib tashlaydiki, bir-biriga mosligini yo'qotadi yoki barda o'sha odamga aytilish kerak bo'lgan narsalarni aytadigan notanish odamni uchratadi. Haqiqat shundaki, baxt doim tugaydi. Eng yaxshi yakun faqatgina muhabbating bilan bir vaqtda o'lish bo'ladi. Videoni boshidagi Rick va Morty multserialidagi parchadagi gapni yaxshilab analiz qilib ko'rsak, u to'g'ri gapirgan bo'ladi. Lekin u parchada meni fikrim inkor qilingan. Unda baxtni borligi faqat u qo'rqinchli narsa ekanligi aytilgan. Va bilasizmi nima? Agar filosofik jihatdan baxt to'g'risida chuqurlashsangiz, sizga baxtni yomon tomondan ko'rsatib beradigan gaplar juda ko'p chiqib keladi. Lekin meni fikrimcha baxt yomon narsa bo'la olmaydi. Meni qo'rqitadigan narsa aynan shu. Agar rostdan ham men shu paytgacha baxtni yaxshi narsa deb o'ylab yurgan bo'la turib, u aslida hech qanaqa yaxshi narsa bo'lmasa-chi va men shu paytgacha kutganim yolg'on bo'lsa-chi, aynan shuning uchun men baxtga harakat dvigateli sifatida qaraganim ma'qul deb o'ylayman. Onasini emsin, zaybal bilet. Baxt nima deb sizlarni sikib yordim. Rostini aytsam, o'zim ham sikilib ketdim. O'zi men bu videoni yengilroq, kulgiliroq qilmoqchi edim. Lekin bilet qanaqadir filosofik zerikali ma'ruza bo'lib ketdi. Yana men o'zimcha sevgi va o'lim haqida video olmoqchi edim. Bilet naxuy kerak emas unaqa videolar. Qisqasi, baxt nima deb o'zingizni qiynagandan ko'ra meni Telegram kanalimga obuna bo'ling. Men o'zimni, fikrlarimni to'liq aytaman. Vashshi hech qanaqa nareska-pareskalarsiz, shunchaki kulgili videolar bo'ladi, lekin shu bilan bir qator o'zim fikrim bo'ladi. Va albatta so'kinaman da bu aniq men so'kinishimman, baribir tuzalmayman so'kinishdan. Va kanalga obuna bo'ling va men aytganlarimni unutmang. Sababi baxt bu katta og'alar tomonidan yaratilgan stimul hisoblanadi. O'zi baxtga erishish juda oson, shunchaki lama sutidan damlamay ichish kerak.